Edubazada qanday qilib siz daromad qilishingiz mumkin? Edubazada ustozlar uchun do'kon degan bo'lim mavjud. Mana bu joyda joylashgan va bu do'kon degan bo'limda biz materiallarni boshqa ustozlardan sifatli materiallarni sotib olishimiz mumkin o'zimizga keraklisini yoki o'zimiz tayyorlagan sifatli materiallarni sotishimiz mumkin joylashtirib. Nima qilamiz? Demak, bosh sahifada do'kon degan joyga kiramiz. Mana bunaqa marketplace degan joy ochiladi. E'tibor beramiz, bu yerda do'konda joylashtirilgan materiallar turibdi mana. Ozuqa zanjiri, 8-sinf matematika test, bularga ma'lum bir narxlar qo'yilgan. Sizga masalan nerv sistemasi organlarining tuzilishi kerak bo'lsa, buni kirib sotib olishingiz mumkin. Mana. Endi siz o'z mahsulotlaringizni joylashtirish uchun nima qilasiz? Do'konga o'tamiz va mening do'konim degan joyga bosamiz. Mana, xuddi shunaqa oyna ochiladi mening do'konimda. Bu yerda siz do'kon haqidagi yo'riqnomani o'qishingiz mumkin. Mana bu joyda, ya'ni nimalar yuklash mumkin, qanday narx qo'yish mumkin, qanchaga nima sotilsa, qancha foyda ko'rishingiz mumkinligi haqida batafsil ma'lumotlar berilgan bo'ladi. Orqaga qaytamiz va material qo'shish degan joydan materiallarni qo'shishni boshlaymiz. Bosaman. Bizda birinchi navbatda kategoriya tanlash chiqadi. Ya'ni hozir biz nima yuklamoqchimiz? Dars materiallarimi, baholash materiallarimi, ya'ni test, laboratoriya ishlari, ishchi varaqlarmi, tarqatma materiallar, interaktiv materiallarmi, didaktik o'yinlar, krosswordlar bo'lishi mumkin. Sinf uchun dizayn, bayram uchun turli xil bezaklarmi, masalan mana raskraskalar, sinf bezaklari, infografikalar bo'lishi mumkin. Hujjatlar to'plamlarimi, mana gramota, diplom, medallar yoki bo'lmasa to'garak hujjatlarini dizayni bo'lishi mumkin. Boshqa turdagi hujjatlar bo'lishi mumkin. Keling biz ishchi varaq yuklab ko'ramiz. Bitta ishchi varaqlar degan kategoriyani tanlaymiz. Mana bu ota kategoriya, bu bola kategoriya. Ishchi varaqlarning ichidagi ishchi varaqlar degan bo'limni tanlab, keyingisini bosamiz. Endi bu yerda sarlavha kiritishimiz kerak bo'ladi. Masalan, sarlavhada keling, men hozir tarqatma materialda tana a'zolarini o'rganamiz degan taxminiy bitta nom qo'yib turaman. Va tavsiya sifatida albatta yozishni tavsiya qilamiz, chunki bu ustozlarga bu material o'zi nimaligini va qidiruv tizimlarida ham izlagan paytda ustozlar kerakli narsani topish uchun bu yerda nimaligini yozganingiz ma'qul bo'ladi. Masalan, 3-sinf o'quvchilari uchun tabiiy fandan inson tana a'zolarini o'rganish uchun tarqatma material hisoblanadi. Tarqatma material deb yozib qo'ysak bo'ldi. Endi sinfni tanlaymiz. Masalan, 3-sinf, bir nechta sinf ham tanlash mumkin. Mana biz hozir 3-sinf tanlaymiz. Keling 3-sinf va 4-sinfga ham taalluqli bo'lsin va fanni tanlaymiz. Masalan, bu bizda tabiiy fan, science edi. Qiyinlik darajasi ixtiyoriy, o'rtacha qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, oson materialda bo'lishi mumkin, qiyin materialda bo'lishi mumkin. O'rtachani tanlab, keyingisini bosamiz. Endi mana bu joyga sotiladigan aynan faylni o'zini yuklaymiz. Ya'ni bu PDF mi, doc mi, PowerPoint mi, Excel mi, Zip mi, farqi yo'q. Mana shu yerga faylni tanlaymiz. Keling biz hozir mana shu faylni tanladik. Mana A4 formatda tana a'zolarini o'rgatadigan va rasm qo'shish degan joy bor. Rasm qo'shishni biz so'rardikki, o'sha ishni skrinshot qilib, o'sha joyini saqlanib qilib olib, Telegramga tashlabmi yoki рабочий stolga kompyuteringizga tashlab, telefoningizga saqlab olib, shuni yuklaganingiz ma'qul bo'ladi, skrinshot olib. Keling biz hozir taxminan qo'yib turamiz birorta materialni obloshkasini. Mana shunaqa qo'yib turaman, mana. Va keyingisini bosamiz. Materialni bepul joylashtirishingiz mumkin. Bu boshqa ustozlarga foydali bo'ladi. Yoki bo'lmasa siz unga narx o'rnatishingiz mumkin. Mana pullikni belgilab yoki bepul yoki pullik. Va biz bu yerga narx qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, ushbu material 10.000 so'm. Mana. Siz 10.000 so'm narx qo'ygan paytingizda siz qanchasini shaxsan siz kartangizga olishingizni bu yerda ko'rsatadi. 6.000 so'm sizga tushadi. Platforma uchun 40%, ya'ni 4.000 so'mi olib qolinadi. Bu platformani o'z umumiy komissiyasi hisoblanadi va sizda sotuvlar agar ko'payib borsa, materiallar soni ortib borsa, bu komissiya ham tushishi mumkin 25% gacha. Xo'p. Tekshiruvdan o'tkaziladi, materiallaringiz moderator tomonidan tekshiriladi. Bu uzoq bilan 1 yoki 2 kun davom etishi mumkin, 2 kundan oshmaydi. Tasdiqlangandan keyin material marketplace'da paydo bo'ladi. Tekshiruvga borishni bosamiz va mana bu joyda qarasak,
barchasi degan joyda tana a'zolarini o'rganamiz degan materialimiz tekshiruvda statusida turibdi. Endi agar buni administratsiya admin o'sha sahifada moderatsiya orqali tasdiqlasa, unda bu materialimiz do'konda sotuv uchun paydo bo'lishni boshlaydi. Keling, mana shu joyni ham hozir ko'rib ketamiz. Xo'p. Mana hozir administratsiya tasdiqladi. Sahifani yangilaymiz va bu mana tasdiqlangan degan holatda turibdi. Endi agar biz do'konga kirsak, o'sha marketplace o'ziga o'tsak, mana bu joydan do'konga kirsak, bizning materialimiz ham 10.000 so'm bo'lib, demak, hamma uchun ko'rinishni boshladi. Buni kimdir 10.000 so'mga sotib olishi mumkin bo'ladi. Xo'p. Va mening do'konimda statistika degan bo'lim bor. Bu statistikada siz umumiy qancha daromad ko'rdingiz, qancha sotuv bo'ldi, qancha konversiya bo'ldi, necha marta materiallaringiz ko'rindi, ma'lum bir davrda o'zi umumiy qancha buyurtmalar bo'ldi, hammasi materiallar bo'yicha bu yerda chiqib turadi. Mana shu batafsil statistik ma'lumotlar. Xo'p. Siz buni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Ulashishingiz mumkin Telegram kanalingizda yoki boshqa joylarda yoki tahrirlashingiz mumkin. Tahrirlagan paytingizda bu qaytadan moderatsiyaga tushadi va uni boshqatdan tekshirib olishga to'g'ri keladi. Shuning uchun diqqat bilan tekshirib bir marta joylasangiz, bu keyin doimiy sotilib turadi. Yillar mobaynida tizimda, demak, kerakli ustozlar bu materialni sotib olishi mumkin bo'ladi. Do'kon bo'yicha boshqa savollar paydo bo'lsa agar Telegramda yordam xizmatiga olishingiz mumkin bo'ladi. Pulni qanday yechib olish haqida qisqacha aytib ketaman. Eng kamida 100.000 so'm bo'lgan paytda yechib olish so'rovini jo'natish kerak bo'ladi. Bu yerda yechib olish so'rovi paydo bo'ladi. Sizdan karta raqam kiritish so'raladi. Bu o'sha 100.000 bo'lgan paytda biz alohida yana tushuntiramiz pulni o'tkazib berish tartibini. Eng kamida demak yechib olish uchun 100.000 so'm pul yig'ilishi kerak bo'ladi. Bu masalan bir 10 tami 20 tami material yuklasangiz, ular 3-4 martadan sotilsa bemalol 200-300 ming bo'lib qo'yadi.